Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli podpischilarimiz. Lyuks avto sotuvga Toyota Land Cruiser Prado 150 ni dam shiforini eng so'nggi chiqqanlaridan sotuvga qo'ydik. Mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Bilasizlar, 2017-yilda dam shiforlar chiqishdan to'xtadi. Eng so'nggi chiqqanlaridan beli jemchug rangli. Mashinamizning kraskalari 100% toza. Mashinamizning probegi ham kam probegli. Yillari sotuvda menimcha kam bo'lsa kerak. 35.000 kilometr yurgan. Zavod stok holatida turibdi. 207 likning eng fulli ko'rishlaringiz mumkin. 20 razmerli diskalada, Lexus dizayn diskalada, молочный salonda, bejli salon. Mashinamiz svetnoy tablo bilan jihozlangan. Eng fullunda bo'ladi bu narsalar. Svetnoy tablo, lyuklari bor, ko'rishlaringiz mumkin. Kraskalari 100% toza. Mashinamizni haydashlaringiz uchun qulaylik sifatida 4-pokoleniya propan, euro gazlar ham ustanovka qilingan. Idealniy holatdagi bor yo'qi 35.000 kilometr yurgan 2017-yilda ishlab chiqargan Toyota Land Cruiser Prado 150 imiz lyuks avtoda sotuvda. Mashinamizni bemalol kelib, ko'rib, tekshirib, tushunmasangizlar tekshirtirib xarid qilishlaringiz mumkin. O'zlaringizni mashinalaringiz bo'lsa ham trading asosida hisoblab olamiz. Lyuks avtoda Toyota Land Cruiser Prado 150 imizni $48.000 sotuvga qo'ydik. Bemalol kelib savdolashib xarid qilishlaringiz mumkin. Bu mashinamizni ko'p yurganlari bilan solishtirmanglar. Mashinamizni bemalol kelib, ko'rib, keyin bahosini beraverasizlar. Mashinamiz 35.000 kilometr yurgan. Yillari sotuvda kam, doğrusu.